Ertalab nonushtaga nima tayyorlasam ekan deb o'ylanib o'tiribsizmi? Bu retsept aynan siz uchun. Albatta tayyorlab ko'ring. Biroq mazali bo'ladi. Ayniqsa bolajonlarimiz sevib iste'mol qilishadi. Rizo kolbasalarini shunaqa varyonesini qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Mayin bo'ladi. Sirni ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Buxankalarimizni shunaqa qilib ozgina yoyib olamiz. Yoyib, ichiga pishloq va kolbasa solib, o'rab, tavamizga yog' solib, ikkala tarafini qizarguncha qizartirib pishirib olamiz. Chiroyli bo'lib, tilla rang bo'lib, qizarib pishib chiqadi. Issiq pishib chiqqanda chiroyli qilib dasturxonga tortsangiz, bu albatta oilangizni sevimli taomiga aylanishi aniq. Biram mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha.